Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. Bugun sizlar bilan erkaklarni qiynaydigan va ularni qo'rqishga olib keladigan, hattoki aloqaga bo'lgan ishtiyoqini pasaytiradigan, hattoki ayoli bilan munosabatni buzadigan mavzuni gaplashamiz. Bu mavzu tez bo'shanish. Tez bo'shanish, ya'ni vaqtdan ilgari bo'shanib qo'yish, urug'ni tez chiqib ketishi yoki uni yana boshqacha yo'li bilan преждевременная эякуляция deyiladi yoki erta bo'shanish ham deb ataladi. Va bu kasallik erkaklarni hozirgi kunda 3 ta erkakning bittasida albatta bu kasallik bor va uchrab kelmoqda. Bu kasallik bilan erkaklarni 10 tadan 9 tasi shu muammo bilan murojaat qiladi. Ularga teskari ravishda bittasi aksincha 1 soatdan ham bo'shana olmayman degan shikoyat bilan keldi. Bu alohida mavzu, bu haqida qachondir yana gaplashamiz keyingi safar. Va bugun tez bo'shanish. Erkaklar qabul kelganda ko'zida qo'rquv, vahima yoki o'zini aybdordek his qilgan his bilan qabulga kelishadi va kasalman, bu kasallikdan qutula olmas ekanman. Bu narsani unga bordim, buni ichdim, mana buni qildim, hattoki hozir internetda trend bo'lgan dorilarni hammasini ichib chiqdim, rezultat bermadi. Va natijada tushkunlikka tushgan, xafa bo'lgan, erkaklik g'ururini singanligini his qilayotganligi, g'ururim sindi, ayolim menga yuzimga sovutdi. To'g'risiz to'g'riling, bo'lmasa men yashamayman, jonga tegdi, jinsiy hayot yoqmayapti menga degan fikrlar bilan, hattoki erkak kishining hayotida, kallasida ayolimni qondira olmayapman, ayolimni xohishini ta'minlab berganim bilan, lekin aloqada uni maza qilishiga bo'lgan vaqt yetkazib bera olmayapman degan tushuncha paydo bo'lib va erkak kishini majbur qiladi qandaydir yo'llarni qidirishga va bu yo'llarni noto'g'ri tomoniga o'tib qolishiga erkak kishi ham o'zi sababchi bo'lib qoladi. Boshqa tomonini, boshqa keraksiz yo'lini tanlab qoladi. Hurmatli erkaklar, siz yolg'iz emassiz, buni yechimi bor va bu hozirgi kunda juda oson, sodda yechimi topilgan va siz bu odatdan qutulib ayolingizni lazzat berish bilan faqat mashg'ul bo'lasiz va ayolingiz sizdan faqat qochib yuradilar aloqa orqali. Buni o'zi umuman uzaytirish mumkinmi? Nega dorilar, aptekalardagi dorilar yoki spreylar, lidokainli spreylar har doim ham yordam bera olmaydi va bu narsalarning boshqacha yechimi bormi? Nega antidepressantlar ichsa yordam beradi yoki yordam bermasligi mumkin? Videoni oxirigacha ko'ring va hamma savollaringizga javob olishingiz mumkin. Norma o'zi qancha vaqt? Keling, bitta narsani bilib olaylik, kelishib olaylik. Jinsiy aloqa deganda bu sizni erkalashlaringiz, bu sizni kiyimlaringiz yechishib, ayolingizga yopishlaringiz degan vaqtlari emas. Jinsiy aloqa vaqti bu sizni jinsiy holatingizni qinga kirib boshlab, siz urug' chiqargan vaqtgacha bo'lgan vaqt jinsiy aloqani vaqti hisoblanadi va ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Aloqa vaqti qancha bo'lsa, men hisoblayman, men soatga qaramayman. Odatda miyasida primerno taxminan hisoblab 5-6 minut bo'lsa kerak deydi va bu tez bo'shanish deb o'ylaydi. 5-6 minut tez bo'shanish emas, chunki ko'p kinolarda masalan ko'pchilik o'ylaydi, kitob kinolarda 40 minut, 60 minut, 1 soatdan oshiq aloqa qilayotganini ko'rasiz. Bu internetdagi siz ko'rayotgan videolarning hammasi, 30-40 minutlik aloqalarning hammasi montaj. Buni bilib oling, chunki montajda o'sha yerdagi aktyorlar ham, porno aktyorlar ham hammasi, ular ham inson sizga o'xshagan. Ular jinsiy aloqani vaqtini cho'zib berisha olmaydi, lekin aloqani uzoq vaqt davom etayotganida montaj qilayotgan inson cho'zib beradi. Xuddi bu kadrni mana xatolar bo'lgan bo'lsa yoki bu kadrni kesib boshqa bitta kadrga qo'yish kerak bo'lsa, montajchi qilgandek u videolarda ham montaj qila boshlaydi. Masalan, yaqinroq davom keladi, olatni uzun bo'lish uchun to'xtatib turadi, davom etadi, boshqa kadr qo'yadi orasiga. Kadrlarni boshqa kadrlarni qo'shganda umumiy vaqti cho'zila boshlaydi va siz ko'rgan o'sha to'xtovsiz ishlayotgan, charchamayotgan erkak kishi yoki yigit real holatda bunaqa uzoq vaqt aloqa qila olmaydi. Bilasiz, oldin ham aytib o'tganman, urug'ni miqdorini ko'p qilib ko'rsatadigan, hattoki mayonezga o'xshagan moddani asbobning ichiga yuborib, keyin tashlayotgan vaqtida qo'yib yuborishi yoki aloqani olatni uzoq vaqt turadigan dorisini 2 karra kattaroq dozada ichib olib, uzoq vaqt turishini videoga olishi yoki vaqtini cho'zadigan hech qanday dori-pori ichmaydi. Lekin shu montaj asosida shu vaqti cho'zilgani ko'rinadi. Xuddi baquvvat tugamaydigan bulbuldek his qilasiz uni videosini ko'rsangiz, lekin hayotda unaqa emas. Hayotda unda ham qisqa. Sezmasin, shu vaqti cho'zilsin deb ular ham montaj qilishadi. Hayotda bo'lsa, o'sha erkak kishi buni ko'rib, "Bu qara 40 minut ishlayapti. Men 3 minutga ham bora olmayman. Men kasalmanmi?" deb o'ylaydi. Hurmatli erkaklar, do'stlar, bu kasallik emas, bu hammasi kinodagi ko'rgan holatingiz haqiqat emas, bu hammasi aldov va montaj, bilib oling buni. Tibbiy statistika bo'yicha umuman jahon olimlarining o'tkazgan tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, aloqani o'rtacha vaqti 5-7 minut davom etishi kerak va hozirgi kunda aloqani olatni qinga kirgandan keyin tashlash vaqti 23-yilgacha 3 minutdan oshmasa tez bo'shanish hisoblangan. Lekin yillar o'tmoqda, mana ko'ryapsiz, progressiv media rivojlanyapti, insonlarning ongi rivojlanyapti. Insonlarni hozir
tez ovqat yeyish, tez chaynab yutish, tez uxlab turish, tez aloqa qilish, tez ishni bajarish, tezroq o'sha qayergadir borib ishni bajarish degan narsa progressiv hayotda erkak kishini urug' tashlash vaqti hozir 2 minutdan oshmasa tez bo'shanish hisoblanmoqda. Mana bu narsani bilib oling. Tez bo'shanish vaqti agar 2 minutdan oshmasa, o'sha qinga kirgandan boshlab regular jinsiy aloqa bo'layotgan bo'lsa, 2 minutdan oshmasa tez bo'shanish hisoblanadi. Agar sizda aloqa vaqti qinga kirgandan boshlab 5 minut, 6 minut, 7 minut, 10 minutgacha bo'layotgan bo'lsa, demak siz sog'lomsiz. Sizda hech qanday tez bo'shanish belgisi yo'q va tez bo'shanish hisoblanmaydi. Ketganda 2 minutdan oshmasa tez bo'shanish hisoblanadi. Qabulga ko'p erkaklar kelishadi, tez bo'shanaman. Necha minutda bo'shanasiz so'rasa, men soatga qaramaganman, 5-6 minut bo'lsa kerak yoki 10-15 minut. Oldin 40 minut bo'lar edi. Bu ham tez bo'shanish emas, bu norma. Oldin 40 minut qanchadir vaqt shamollashlar bo'lmagan, hozir shamollashmagan uchun 15 minutga tushgandir. Qachon muammo deb hisoblashimiz kerak bu tez bo'shanishni? Umuman tibbiyotda qanaqadir bir belgi, mezon, qanaqadir kriteriya bormi? Bor albatta. Mana hozir men sizga aytib o'taman. 3 ta kriteriya bor va bu 3 ta kriteriyani hozir ko'rib chiqamiz. Birinchi kriteriya bu aloqa 2 minutga yetmasa tez bo'shanish hisoblanadi. Ichki kiyimlarni yechmasdan, yechilishlarini hisobga olmasdan, o'pishlari, erkalashlari, prezervativ kiyishlari yoki topib olishlari, qorong'ida yaqinlashib olishlari hisobga olmasdan turib 2 minutdan tiqqandan boshlab 2 minutdan oshmasa tez bo'shanish hisoblanadi. Ikkinchi kriteriya bu umuman bu har doim takrorlansa, masalan, siz komandirovkadan keldingizda bitta qo'shilingiz 2 minutga yetmadi, tashlab yubordingiz, bu tez bo'shanish emas. Ertaga qo'shilganingizda u 5 minut, 7 minut bo'lishi mumkin. Doimiy regular jinsiy aloqa bo'lganda tez chiqib ketyaptimi? 2 minut ketmayaptimi? Demak tez bo'shanish. Doimiy. Uchinchi kriteriya eng asosiy kriteriya hisoblanadi va bunda doimiy takrorlanayotgan tez bo'shanish sizni miyangizda qattiq stress chaqirsa, siz ruhan, moralni aloqada tez bo'shanaman degan qo'rquv, vahima, bosim kelaveradi miyangizda. Miyada gormonal o'zgarishlar keta boshlaydi, stress gormonlari osha boshlaydi. Gormon счастья, baxtiyorlik gormonlari kamaya boshlaydi va gormonlarni stress gormoni aktivlashib ketgan hisobiga gormon счастьяni egallab qo'yadi va stress gormoni tez bo'shanishga olib keladi. Mana shu berib o'tgan belgilarimiz 3 ta mezon tez bo'shanishni eng asosiy mezoni hisoblanadi va albatta buni davolash mumkin, buni bilib oling. Albatta buni davolash kerak, muhim. Chunki bu ertaga er-xotin munosabatini buzadi, bu ertaga ajralishlargacha hattoki boradi, bu ertaga erkak kishining o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotadi, erkak kishining aloqaga bo'lgan xohishi, istagi, o'zida kuch topa olishi, motivatsiyasini o'ldirib qo'yishi ehtimoli bor. Erta bo'shanish o'zi nima sabablardan kelib chiqadi? Buni qanaqadir aniq sababi bormi? O'sha sababini yo'qotaylik degan savolni ko'p erkaklar beradi. Ha, aniq sabab bor. Hozir mana aniq sabablarni ko'rib chiqamiz. Aniq sababi juda ko'p. Mentalitetdan, erkak kishining diniy qarashidan, jinsiy holatini sunnat bo'lgani, sunnat bo'lmagani, qanday muhitda yashayotgani, qanday zarariyatlar borligi, ayoli bilan munosabati qandayligiga bog'liq holda kelib chiqadigan sabablari bor. Va eng asosiy shu narsalarni hisobga olganda, sunnat bo'lgan insonda, kesilgan insonda kelib chiqadigan asosiy sabablarni birinchisi bu prostata bezini shamollashi, prostatit hisoblanadi. Bu erkaklarda oldin yaxshi bo'shangan, oxirgi vaqtda aloqa yaxshi bo'lmagandan, prostata bezi, uni urug' sepadigan urug' tufakchalari, a'zolar shamollab qolgandan tez chiqib keta boshlaydi. Urug' tez chiqib ketaveradi. Oldin yaxshi edi, oxirgi vaqtda tez bo'shanib qo'yaman degan shikoyat bilan murojaat qila boshlaydi. Urug' sepadigan a'zolardan tashqari jinsiy olatni boshini ham sezuvchanligi oshganda shamollash hisobiga ko'pincha o'sha shamollash hisobiga tez chiqib ketishi, bizga bunaqa shikoyat bilan murojaat qilgan odamni shamollashni davolab qo'ysak, bo'ldi. Aloqa vaqti 2-3 minutga qo'shilib oshib boraveradi. Undan keyingisi bir 60-70% erkak kishini o'zida sababchi hisoblangan sezuvchanlikni o'ta yuqoriligi. Holatni, boshchasini, tilchasini sezuvchanligi o'ta yuqoriligi. Buni ko'pincha jinsiy a'zoni ko'p ishqalanishi, ko'p treniyasi hisobiga, ya'ni masturbatsiyani juda ham ko'p qilganligi yoki erta boshlaganligi, sunnatni kechroq bo'lganligi hisobiga ham bog'lashadi. Sezuvchanligi nima hisobiga bo'lsa ham, babu baland. O'sha balandligi hisobiga jinsiy olatni sezuvchanligi oshgandan olat aloqa vaqti ozgina ishqalansa tashlab qo'yadi. Kimdadir golovkasi sezuvchan, kimdadir tilchasi sezuvchan va ozgina ishqalanganda tashlab qo'yaveradi. Ikkinchi asosiy sabablardan bittasi tez bo'shanishni bu ruhiy psixologik sabablar. Ruhiy psixologik sabab bu juda qiziq holat. Miyada bo'layotgan reaksiyalarni tashqaridan hech qanday tekshiruvlar yoki qandaydir apparatlar bilan bilib bo'lmaydi. Bu vaziyatga, munosabatga, qanchalik tayyorligiga, er-xotinning bir-biriga munosabatiga, bir-biriga qancha yaqinligiga bog'liq holda kelib chiqadi. Misol uchun qarang, bir marta tez bo'shanib qo'ydimi, erkak kishi ayolining oldida xijolat bo'lib qoldi, uyalib qoldi va hech narsa deya olmaydi. Har qanday erkak kishi men tez bo'shandim, nima bo'lsa bo'ldi emas, aksincha qo'rquv paydo bo'ladi. Keyingi safar aloqadan oldin xayoli keladi. Yana tez bo'shanib qo'ysamchi, ish qilib men yana tez bo'shanib qo'ymay,
tez chiqib ketmasin degan vahima bosa boshlaydi. Albatta, bu vahima hisobiga miyada reaksiyalar keta boshlaydi va adrenalin degan gormon oshadi, qo'rquv gormoni oshadi, stress gormoni ko'tariladi. Gormon счастья aloqaga bo'lgan ishtiyoqni, endorfinlarni miqdori aksincha pasaya boshlaydi. Natijada stress gormoni oshgandan keyin erkak kishining miyasida teskari holatni, aloqani tezroq tugatish xavf-ku bu. Xavf oshgan erkak kishida aloqani tezroq tugatishga, tezroq chiqib ketishga, tezroq shu vaziyatni o'zidan qochishga harakat qila boshlaydi va erkak kishi tezroq tugatib qo'ya qoladi. Bo'ldi. Mana o'zini o'zi erkak kishi aloqa vaqtida qo'rquv, vahima bosganidan, hozir tashlab qo'yaman deb o'ylagandan tashlab qo'yadi tez va tez chiqib ketadi. Bu ham ruhiy psixologik holat. Bunaqa holatda ko'proq shu qo'rquvni yengishga, o'zida kuchni topishiga, miyadagi gormon счастьяni ko'paytirishga faqatgina psixoterapevtlar yoki andrologni shu vaziyatda o'zini qanaqa tutish kerakligini androlog maslahatlari kerak bo'ladi. Qo'rquvni yengib o'tishi mumkin. Mana endi nima qilish kerak deb so'rashingiz mumkin. Xayolingizga kelayotgandir. Nima qilamiz? Qanaqadir yechim bormi bu narsalarni? Bu eng muhim qismi, tez bo'shanishni o'zi qanday yechimlari bor? Do'stlar, internetda juda ko'p dorilarni ko'rgandirsiz. Mana shu tez bo'shanish mavzusida o'zini dori bilan yechimini topishga harakat qilgan erkaklar bilishadi. Internetda 3 soatgacha sizni aloqani vaqtini cho'zamiz degan allambalo bir mo'jizaviy dorilar to'lib yotibdi. Birinchidan ularni 99% hech qanaqa hujjatga ega emas, sertifikatsiyaga ega emas. Siz ularni qayta topa olmaysiz. Faqat sotib olganingizdan keyin bo'ldi. Aloqa bir tomonlama. Bo'ldi. Siz boshqa ularni aloqa topa olmaysiz. Topsangiz ham ular sizni yana boshqa bir narsaga, boshqa doriga chalg'itishadi. Bu degani bu dori sizga yordam beradi degani emas, balki yomon, nojo'ya ta'siri ko'proq bo'lishi mumkin. Misol uchun oshqozoningiz og'rib qolishi, qon bosimingiz oshadigan bo'lib qolishi, qoningiz quyuqlanishi, bosh og'rig'i, aloqaga bo'lgan ishtiyoqni yo'qotib qo'yishi, shu kabi salbiy jihatlari bilan siz точно garantiya bor shunaqa bo'lishi ehtimoli o'sha dorilardan keyin, chunki bilmaysiz uni tarkibida nima borligini. Faqatgina sizdagi muammoni katta harflar bilan yozib qo'yishgan, siz o'sha muammoni yechimi ekan deb o'ylashingiz uchun. Zarari ko'proq, katta ehtimoli bor, zarari ko'proqligi. Ikkinchidan, tibbiyotda aloqani dorilar bilan vaqtini cho'zish emas, balki asosiy isbotlangan 3 ta yo'li borligi belgilab qo'yilgan. Tez bo'shanishni 3 ta asosiy davolash yo'li bor. Birinchi usul bu usulni bemorlarga aytsak ishonchsizlik bilan qarashadi. Bu o'zingizni o'zingiz davolash. Qanaqa o'zini o'zi davolash mumkinmi? Nima degani? Men buni qila olmayman, men esimdan chiqib ketadi, men aloqa vaqtida o'shani qilib o'tiramanmi, menga bo'lmaydi deydi. Lekin xud bilan qilgan kishi bu narsani amalga oshira oladi. Bu mashq. Qanaqa mashq desiz? Texnika, bu texnikani oti stop start texnikasi deyiladi, ya'ni stop start yoki to'xta, davom ettir degan mashqni uy sharoitida xohlasangiz masturbatsiya vaqtida qiling. Masturbatsiya qilasiz, to'xtatasiz, masturbatsiya qilasiz, to'xtatasiz. Bu tashlashga bo'lgan ishtiyoqni boshlanishidan oldingi holatda to'xtatasiz. Ya'ni 10 ball desak, tashlash vaqtini 8-9 ball bo'lganda to'xtatasiz. 9-10 ball bo'lishidan oldin. Buni aloqa vaqtida qilgan ma'qulroq. Ya'ni aloqa qilasiz, tashlashga bo'lgan ishtiyoq paydo bo'lishidan oldingi holat paydo bo'lganda to'xtatasiz. Yana davom ettirasiz. To'xtatasiz, davom ettirasiz, to'xtatasiz, davom ettirasiz. Bu sekin-sekin sizni regulirovka qiladi, stop start yo'li bilan sizni tempingizni yaxshilashga, o'z vaqtida to'xtashga. Yana biri bor, bu stop startdan sal boshqacharoq. Bunda siz ayolingiz bilan hamkorlikda qilasiz. Ya'ni aloqa vaqtida agar kelayotganligini his qila boshlaganingizda to'xtatasiz, ayolingiz olatni tanasini qattiq qisadi. Qattiq qisadi. Bu og'riq hisobiga kelayotganlik hissi yo'qolib qoladi. Va bu natijada vaqt cho'ziladi, to'xtatib yana davom ettirsa bo'ladi. Bu mana shu stop startga o'xshagan mashq. Ikkinchi bu Kegel mashqi. Bu juda sodda, oson. Bu uyda o'tirganingizda ham, boshqa joyda ham, mashinada ketayotganingizda ham, majlisda ham, xohlagan joyda qilsangiz bo'ladi. Bu xuddi orqa hojatni ushlab turgandek holatni chaqirishingiz kerak. Ya'ni qisdingiz, qo'yib yubordingiz, qisdingiz, qo'yib yubordingiz, qisdingiz, qo'yib yubordingiz. Qisdingiz 10 gacha sanaysiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 qo'yib yubordingiz. Yana qisib qo'yib yuborasiz, qisib qo'yib yuborasiz, qisib qo'yib yuborasiz. Qisdingiz 10 gacha sanaysiz, qo'yib yuborasiz. Bu orqa teshikni, orqa hojat teshigini shunaqa qisib qo'yib yuborish mashqi sizdagi ichkarida urug' sepadigan a'zolarni regulirovka qilishni boshlaysiz. Xuddi pultga o'xshab o'zingiz boshqarasiz. Ikkinchi usul bu dori vositalari. Dori vositalari deganda bu albatta sezuvchanlikni pasaytiradigan tabletka emas, balki mahalliy ishlatiladigan lidokain tarkibli spreymi, mazmi, gelmi, prezervativmi ishlatib sepib olasiz. Aloqadan uzog'i bilan 1 soat oldin. Sherigingizga masalan jinsiy a'zosini muzlab qolmaslik uchun albatta uni nam salfetka bilan artib tashlashingiz kerak. Tabletka deganda sezuvchanlik pasaytiradigan tabletka yo'q mutlaqo. Batla ham yo'q. Faqatgina antidepressant bor. Miyangizdagi stress gormonini tabletka bor va bu sezuvchanlik pasaytirmaydi. Bu miyangizdagi haligi stress va gormon счастья, baxtiyorlik gormonlarini muvozanatini buzadi. Qanaqa buzadi?
ya'ni stress gormoningizni kamaytirgan hisobiga gormon счастьяni ko'paytiradi va sizda baxtiyorlik gormoni oshgani uchun aloqa vaqti cho'zila boshlaydi. Xuddi bu spirtli ichimlik ichganda kayfiyat shirakayf bo'lganda vaqti cho'zilgandek holatda bo'la boshlaydi. Faqat bu narsa dozasi kattalashgan, ko'paygani sari bu antidepressantlarni nojo'ya ta'sirlari paydo bo'la boshlaydi. Shu nojo'ya ta'sirlar hisobiga bu dori ko'p tavsiya berilmaydi. Agar antidepressantni bundoq olib o'qisangiz, qog'ozida nojo'ya ta'sirlar hamma a'zoga ta'siri bor. Va asosiy 3-usul bu ko'p amalga oshiriladigan va bemorlarni oxirgi yechimi hisoblanadigan kichik mikroxirurgik operatsiya hisoblanadi. Bunda jinsiy odatni boshiga, tilchasiga boradigan nervlarni mikroskopda uzib beriladi. Uziladigan operatsiya denervatsiya operatsiyasi deyiladi. Mutlaqo odatni turishiga, urug'ni otilishiga, chiqishiga, orgazmga aloqasi yo'q. Faqatgina sezuvchanligi, golovkani sezuvchanligi pasayganligi uchun operatsiya hisobiga odatni sezuvchanlik pasayadi va aloqa vaqti boshida 3-4 minut, 5-6 minut, keyin 7-8 minut bo'lib reabilitatsiya vaqtida vaqti cho'ziladi. Tabletka sizga yordam bermasa, spreylar sizni ishlatganingizda yordam bersa va bu narsa jig'ingizga tegayotgan bo'lsa, denervatsiya operatsiyasini qilib beramiz va sizga shunday yo'l bilan yordam beramiz. Videoni tugatar ekanman, sizga bitta gap aytmoqchiman. Erta bo'shanish bu erkak kishining aybi emas va bu narsani hal qilish uchun oldingizda ikkita yechim bor. Birinchi yechimi juda sodda, hech narsa talab qilinmaydi sizdan. Prosta taqdirga tan berib yashab yurish. Bu narsa hisobiga munosabat buziladimi, aloqa bo'lmayaptimi, siz qizingiz kelmayaptimi, prosta taqdirga tan berib yashab yurasiz. Ikkinchi yechim bo'lsa, bunga qarshi kurashasiz va yechimini topasiz. Mutaxassisga uchraysiz, tekshiruvdan o'tasiz, uzog'i bilan 1 oy ichida muammodan qutulasiz va vsyo. Hech narsani o'ylamasdan hayotda lazzatini olib yuraverasiz, yashab yurasiz. Hozirgi kunda zamonaviy meditsina rivojlangan davrda andrologiya tez bo'shanishni 95% holda yechimini hal qilib bermoqda. Shuning uchun o'zingizni qiynab yurmang, hurmatli erkaklar. Yechimi bor va yechimi bu sizni o'zingizni sog'lig'ingizga ozgina bo'lsa ham e'tibor berish va natijada ayolingizga hayot lazzatini ta'minlab berishdir. Agar savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozing. Imkon qadar hamma savollaringizga javob berishga harakat qilaman va keyingi qiziqarli mavzularda ko'rishguncha xayr.